ko'pchilik Jahongir akademiyasiga borsang, Jahongir akani o'zi dars o'tmaydi deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bu gaplar qisman to'g'ri, lekin ayni hozirgi kunlarda haftani tog' va juft kunlarida 6 ta guruhlarga dars berib kelmoqdaman. Lekin bitta notomoni bor. Insonni kuchi har doim hammaga dars o'tishga yetmaydi. Bu tabiiy holat. Jahongir aka, o'zingiz dars o'tishingiz uchun o'quvchilar qanaqa qobiliyati bo'lishi kerak yoki qanaqadir darajasi bo'lishi kerak? Demak, bizada hech qanday chegara yo'q. Xohlasa 0 guruhdan, xohlasa yuqori darajalardan ham dars o'taveraman. Lekin bizada o'sha o'quvchilar, guruhlar to'lgan bo'lsa, imkonsiz jamoamizdagi boshqa o'qituvchilar bizaga yetishtirib beradi. Topik imtihoniga qanday tayyorlansa bo'ladi? Topik imtihonlariga, xoh u boshlang'ich daraja bo'lsin, xoh yuqori darajadagi topik imtihonlari bo'lsin, ularga asosan grammatikalar, yozish, eshitish ko'nikmalarini muntazam va tartibli ravishda hamda malakali ustozlar yordamida qilib borish kifoya. 0 dan 3 topik olish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? 0 dan 3 darajaga chiqish uchun bizada hozirgi vaqtda 1 yil, 1,5 yil vaqt sarflanyapti. Koreys tilidagi eng kerakli grammatikalar qaysi? Koreys tilida barcha grammatikalar kerakli hisoblanadi. Eng asosiysi rasmiy, norasmiy, adabiy va hurmat shaklidagi grammatikalarni to'g'ri o'zlashtirsa, koreys tili oson tilga aylanadi.